o'sha ayolni o'ynashmisizki, kelib otasidan bolani olib ketyapsiz. Hurmatli yuridik butik kompaniyasi bizani kuzatuvchilarimiz, bir xil qiziqarli mavzular paydo bo'lyapti oilaviy masalada. O'zi oilaviy masalada umuman ishlamayman. Men o'zim ishlamayman. Bu haqda videolar ham chiqarmoqchi emasman. Sababi bu juda ham oddiy sfera. Men aynan oilaviy masalalar bo'yicha cheklanish niyatim yo'q. Agar imkonlaringiz bo'lsa, mayli murojaat qilinglar. Endi keyingi masalamiz, aytadigan masalam bor. Shu kunlarda bola onasida bo'ladi. Bolani olish masalasida aytmoqchiman. Bola onasida bo'ladi. Onasidan otasi o'g'irlab kelishi mumkin, olib qochib kelishi mumkin. Janjallarsiz, hech qanaqa jismoniy tazyiqsiz, zarar yetkazmasdan, janjalni qilmasdan turib mana shunday qilishi mumkin. Bu hech qayerda jinoyat hisoblanmaydi, ma'muriy huquqbuzarlik hisoblanmaydi, bu bilan jarimaga torta olmaysiz, bu bilan bir kishini qamay olmaysiz. Sababi bor. Sababi bolaga onasi ham teng huquqli, otasi ham teng huquqli. 50% onasini ulushi bor, 50% otasini ulushi bor. Bundan boshqa nima kerak? Bolani olib kelish uchun yoki boshqa narsa qilish uchun. Keyingi masala bor. Bu masalada meni bitta pozitsiyam bor. Javobgarlik yo'qmi? Mumkin. Hech qanaqa huquqbuzarlik hisoblanmaydi, mumkin. Bolani olish uchun bir taraf, ikkinchi taraf sudga berish kerak. Bolani yashash joyini belgilash bo'yicha, bolani tarbiyasiga olish bo'yicha farq yo'q. Endi qaysidir davlat organlari kelib, bola onada qolishi kerak, ber onaga deb tazyiq o'tkazishi, talablar qo'yishi, mana shu talablarni sizga o'tkazishi mumkin emas. Davlat organlari deyapman. Davlat organlariga prokuratura, ichki ishlar hammasi kiradi. Hammasi. Mahalla bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Endi asosiy masala. Qanday qilib davlat organi kelishi mumkin, MIB kelishi mumkin oldingizga. Siz sudga berasiz yoki ikkinchi taraf siz bolani olish bo'yicha sudga beradi. U chiqdi deylik, hal qarori ijro qilinishi kerak. Borib ijroda MIBdagi ijrochilar sizni uyingizga kelsa, ichki ishlar organi faqat xavfsizlikni ta'minlab turadi. Boshqa hech narsani emas. Ularni lavozim majburiyatlariga ham, vakolatlariga ham kirmaydi ichki ishlar organlarini. Men bularni tushunmayman, sababi uchastkovoylar keladi, boshqalar keladi. Vakolatiga kirmaydigan, ichki ishlar tizimining o'ziga aloqasi bo'lmagan narsaga ularni aralashishi qanchalik to'g'ri? Agar ularni talabini qilmasangiz, mani qonuniy ichki ishlar organlarining qonuniy talabiga bo'ysunmaslik moddasini yuklayman deb da'vo qiladi. Ichki ishlar organining qonuniy talabiga bo'ysunmaslik. Sizlar bir jinoyatchini hukmini yoki o'sha jazosini ijro qilmayapsizlarki, sizlar borib aralashasizlar. Ichki ishlar organining ichki ishlar organi xodimlarining qonuniy talabiga bo'ysunmaslik. Aslida bu yoqda qonuniy talab qilmayapsizlar-ku. Uning huquqi bor sudga murojaat qilishga. Qaysi tarafning huquqi buzilayotgan bo'lsa, qaysi taraf nimadir xohlayotgan bo'lsa, borib sudga murojaat qilish kerak. Sudga murojaat qilgandan keyin ham unga sizlar aralashmaysizlar-ku. Sizlar bolani olib bermaysizlar-ku. Qanaqa yuz bilan borasizlar bu yoqqa? Yo oddiy odamni anaqasi omiligidan, tushunmasligidan foydalanish kerakmi shunchalik? Bitta narsa uyg'onadi. Tushuninglar bu narsani. Men shunchaki aytyapman, biror kishiga tuhmat qilmoqchi emasman yoki biror nima qilmoqchi emasman. To'g'risini aytganda, siz shu harakatni qilyapsiz. Hurmatli faloncha. Nima siz uni o'ynashmisizki, o'sha ayolni o'ynashmisizki, kelib otasidan bolani olib ketyapsiz. Mana shunday narsa uyg'onadi insonlarda. Mana shu noqonuniy harakatlaringiz oqibatida uyg'onadi va o'ylamanglar, bu men kim bo'lishidan qat'iy MIB organlari faqat bolani olib ketishi mumkin. Vasiylik va homiylik organlari. Lekin boshqa tashkilotlarning bunga aralashishga haqqi yo'q.
o'ylamanglarki, men qonuniy ish qildim, men ertaga javob bermayman yoki boshqa narsalar. Hammamiz bilamiz, men ham o'zim ham yaxshi lavozimda davlat organi, davlat fuqarolik xizmatchisi bo'lganman. Qilayotgan noqonuniy ishingiz uchun baribir qachondir javob berasiz. Bu narsa qolib ketmaydi hech qachon. Bu qiladigan ishingiz, oilangizning o'rtasiga aralashish, bolani olib ketish, bu narsa sizning ishingiz emas. Bu narsaga aloqangiz ham yo'q. U haqorat qilsa, mayli xavfsizlikni ta'minlab turing. Lekin siz talab qo'ymang, mana pagoningizdan foydalanib, vakolatlaringizdan foydalanib, sizni talab qo'yishga haqqingiz yo'q. Qonuniy talabingizni, noqonuniy talabingizni bajarmaydi u inson. Bajarishga majburiyati ham yo'q uni. Nima endi siz u shaxsiy narsalaringizni, shaxsiy fikrlaringizni qayerda aytib qo'ygan ekanki, 10 yoshgacha bola onada qoladi deb. Hurmatli mana shu ish bilan shug'ullanganlar yoki mana shu narsa boshiga tushganlar, 10 yoshgacha bola onada qoladi degan so'z yo'q. U amaliyotda bor faqat. Amaliyot bo'yicha gapirayotgan odamni esa ahmoq deyish kerak o'zi aslida. Qonunda boshqacha aytilgan. Может, siz yutib chiqsangiz-chi, bola 10 yoshgacha to'lmagan bo'lsa, 2 yoshar bo'lsa ham siz yutib chiqsangiz-chi. Bola onada qoldi, borib otasi bolani olish uchun berdi sudga, yutib chiqdi. Nima bo'ldi? 2 yoshar bolani oldi. Mana shu holatda nima bo'ladi? U biror joyda yozib qo'yilmagan-ku, 10 yoshgacha onada qolishi shart degan narsa. Ona psix bo'lsa, qanday qilib onada qoladi? Ona narkoman bo'lsa, qancha dispanserda davolasangiz ham foydasi bo'lmasa. To'g'ri fikrlash kerak, o'qish kerak, ilm olish kerak. Mana shunday harakatlarni qilmaslik uchun, bosayotgan qadamingizga javob berish uchun ilm olish kerak faqat. Endi bolani mana bunday olib qochish, endi olib ketish desak ham bo'ladi. U taraflarni o'ziga havola. Nima qilsa ham qonunchilikka, agar bolani o'z olib ketgan bo'lsangiz, yo birovni qilgan bo'lsangiz, qonunchilikka siz emas, siz odam o'g'irlamayapsiz. Ichki ishlar organlari kelganda, ikkinchi taraf masalan onasi murojaat qiladi va 102 ga boshqa joylarga murojaat qiladi. U ichki ishlar organi xodimi ham o'sha murojaatni yopish uchun sizdan tushuntirish xati oladi. Boshqa noqonuniy harakatlarni qilsa, mayli, u noqonuniy. Lekin siz tushuntirish xatini berishingiz kerak. Bola qayerdaligini ko'rsatishingiz kerak. Men olib kelganman deb aytishingiz kerak. Aytmaslik qilish bu noto'g'ri. Может, u bolani siz boshqa maqsadlarda olib kelgan bo'lishingiz mumkin degan gumon uyg'onadi. Farzandingiz bo'lsa ham shunaqa gumon uyg'onadi. O'g'irlab ketgan bo'lsangiz, organizmlarni sotib yuborsangiz shu bolani. Qo'pol bo'lsa ham gaplar, to'g'ri qabul qilib, to'g'ri ishlash kerak. Bu masalalarda men endi yozilmagan qonunlar bolani olib qochish kerak, hech qanaqa javobgarlik yo'q. Mantiqdan kelib chiqib, mana shu javobgarliklar bormi, yo'qmi? Mana shuni solishtirib, taqqoslab keyin aytyapman. Yo'lingizdagi noqonuniy xatti-harakatlarni siz olib tashlayverishingiz mumkin. Bu masalalarda menga like bosishingiz yo boshqa narsalar kerak emas. Ishingiz hal bo'lsa, o'zingizni huquqlaringizni, madaniyatingizni oshirsangiz, shunaqa yo'llar, mani videolarim bilan yoki boshqa hamkasblarimizning videolari bilan oshirsangiz bo'ldi. Men endi like uchun, prosmotr uchun ishlamayman birinchidan. Bu masalalarda huquqiy yordam kerak bo'lsa, albatta bizning yuridik butik kompaniyamiz to'la-to'kis, to'liq formatda sizga yordam bera oladi.